Assalomu alaykum do'stlar, qandaysiz yaxshilarmi? Bugun biz nimaga borgan edik? Materialga borgan edik. Azmas suv tushib, klientlar ham kamaygani uchun stroy material ham arzonlab qolibdi. Men o'zim sezonda 350 dan olib yurgan rodbullarim bugun 250 dan dastlabkasi bilan qilib beryapti do'stlar. Keyin hozir qilsa bo'laver deb surov ko'p keldi menga. Qirg'iziston bo'ylab tonni surov keldi. Hozir dalniy momentda qilsa bo'laver deb. Ova ichkerida chelakda suv muzlab olsa bo'ldi do'stlar. Endi ustalar ham o'zlariga shart qo'yib oladi-da. Masalan, libo ustani ham o'zini mandeli pushkasi bo'ladi, pechkasi bo'ladi. Ichkerida suv tushib aytdi, to'g'ri? İçkeride suv muzlaydigan holatda bo'lsa qilsa bo'laveradi do'stlar. Mana bu yerdan Qirg'izistondan dag'i suv yerlar bor. O'shalar ham hozir Rossiya вообще sezon to'xtatmaydi. Qachon qilsanglar ham meni bu videoni qilishimning sababi qachon qilsanglar ham masalan rodbuni ochib qo'yaydi. Yana nima ochib qo'yaydi? Yana aytayim. Gipsagordan aynib qo'yaydi do'stlar. Olib qo'ysanglar hozirgi dalniy momentda ancha yutasiz. Masalan 500 ming so'mlik material olsanglar hozirgi dalniy momentda 400 ming so'm. Bo'ladi 10 ming so'm ham o'zingizga ekonom bo'lsin deyimda men do'stlar. Ekonom bo'ladi. Misali hozir 110-120 so'mlik samarangizdir, hozir 80 ming so'm bo'lib qolibdir. Endi hisob kitob qiladigan bo'lsa bitta uyga hozir bitta dom deylik, misali domga hozir dalniy momentda 600 tövesida ketadi. 11 ming so'mlik arestollarda biz hozir 9300 dan 9,5 mingdan 9300 dan qilib berdi do'stlar. Sezonda bular ham senani ko'tariladi. Hozir ozlik paytda olib qo'ysanglar bo'ladi. Areston aynib qo'yadi, surog o'tib qo'yadi do'stlar. Sizlarning men o'zim sizlarga ozmoz bo'lsa ham polzam tegsin debdir aytib o'tayin dedim. Bugun material oldik. Menda hozir menda sezonda ham qishinda ham ish to'xtamaydi. İşim to'xtamaydi meni. Hozir dalniy momentda o'shda o'zida ikkita brigadam dom topshirdi. Bittasi ikkitaga topshirsa kerak bo'lmaydi. 5 yerda bolalar ishlaydi do'stlar. Meni aytib o'tayin degan sababi materiallar arzonli paytda olib qo'ysanglar sizlarga yaxshi bo'ladi. Jozda qildirsanglar ham gipsagordon, rekalar, men 42 so'mdan olib yurgan rekalarimni 42 so'mdan 27 so'mdan oldim. Do'stlar, tengarimi. Hozir 600 ming so'mlik material olsanglar dalniy moment sezonda. Hozirgi dalniy momentda sizlar olasizlar 100 ming so'm cho'ntagingizga polza bo'ladi. Endi hisob kitob qilsa-da, misoli 14 ming, 15 minglik eshiklarni men kecha oldim, 8 mingdan oldim. Sezonda bular qimmat bo'ladi. 8 mingdan qilib berdi. Aka o'zi 9,5 9800 sotda o'zim sezon yo'qligi uchun sizga mayli 8,5 dan qilib berayin, 8 mingdan qilib berayin deb ozmas ashindan ham tushib berdi do'stlar. Natijnolar, oddiy misol natijnolarni oqtarni men sezonda 450-500 dan torttirib berganman-da. Hozir dalniy momentda 400 dan 420 dan shunday bo'lib qolibdi-da. Sezon o'libdi hozir. Ammo yangi yildan keyin o'sha yana kuchga kiradi. O'shunga to'g'ri olsanglar, oddiy misol aboy qildiram. Hozir hech kim aboy qo'ya qo'ydi. Endi misol demoqchiman-da, aboy qildiram desanglar 2,5 ming so'mlik aboylar 1800 shunday sotadi. Aboy ham aynib qo'yadi do'stlar. Olib qo'ysanglar. Rodbullarda mana bugun 250 so'mdan dastlabkasi bilan qilib berdi. Do'stlar, kim dastlabkasi bilan qilib beradi? Kerak bo'lsa olib ketdi jozda. O'chirting kutib turma, ularga sodaq olaman dedi. Shunday do'stlar, men bu videoni qilishimning sababi sizlarga ozmoz bo'lsa ham ekonom bo'lsin deb turib video qilib qo'ydim do'stlar. Xohlasanlar bunga like bosil, xohlasanlar kommentariy yozing.
Alasaňar, жазбасаңар ham mayli dostlar. Meni sizlerge polzom teyse boldu. Dostlar. Sizlerden men hurmatam talap kılayn, başkalarını talap kılayn. Şu. Hazır Rossiyada akça tavuşamasam bu boydat. Kırgızstanda özüre hem akça tavuşasam bu boydat. Şunday dostlar. Materialda ap koysaňar ýetkizbeýsler. Usta jazdynda usta salam deseňer hem kese ustaga taýýar bolady. Gipse gördü onu. Misaly bu ustany aýtsaňar, misaly hazır aytaly materialny kanday esepdeýim deseňer gipse gördü onu. Misaly